Shoshilinch xabar. Yana bir san'atkor sud zalida. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va san'at olamida ro'y berayotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq Uchta 5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. San'at olamida ro'y berayotgan eng muhim ma'lumotlardan sizlarni xabardor etib borishda davom etamiz. Farg'onalik shoir Ilhomjon Komilovning Sevilmagan yor kerak menga nomli she'ri Sardor Mamadaliyev tomonidan huquq egasi ruxsatsiz hamda shartnoma tuzmasdan foydalanilganligi aniqlandi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Bildirilishicha, holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-1 ya'ni mualliflik huquqini va turdosh huquqlarini buzish bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudining qaroriga ko'ra, huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-1 moddasining 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorda, ya'ni 750 ming so'm jarima jazosi tayinlangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Abdusamid taxallusi bilan tanilgan shoir Shohrux Abduvahobov xonanda Botir Qodirov ustidan tegishli tartibda mualliflik huquqini to'lamasdan she'rlarni qo'shiq qilgani uchun shikoyat qilgandi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudining qaroriga ko'ra, huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-1 moddasi 2-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 8 baravari miqdorda 3 million so'm jarima jazosi tayinlanganda